Assalomu alaykum qadrli qizlarjonlar. Men shramlar haqida juda ham ko'p gapiraman. Qoshingizda shram bor desam, ko'pchilik klientlarim hayron qolishadi. Qanaqasiga shram bo'lishi mumkin deyishadi. Shram mana ko'rsatib beraman sizlarga. Men kraskasini tozalab berganim bilan qo'shinglarda mana shunaqa oppoq bo'lib, o'rni rastashuvkani o'rni deb, конечно, buni rastashuvka deb bo'lmaydi. Tatuaj o'rni mana shunaqa shram bo'lib qolib ketadi. Kraska ketadi, lekin o'sha oq ramkalar hammasi oppoq shramga o'xshab turadi. O'shaning uchun bizda sentrda spetsialniy shramlarni davolab, qoshlarni ildizlarini, tuklarini rivojlantirib berib, qoshlarni o'stirib, kraskalaridan tozalab chiqarib yuboramiz klientlarni. Чтобы keyinchalik chizishga ehtiyoji bo'lmasin, o'zlarining tabiiy qoshlarida yursinlar va ko'proq yosharib yursinlar deb o'sha maqsadda qilinadi bu narsa. Ya'ni ishimizni toza qilish uchun. Ko'rib olinglar qizlarjonlar, mana shunaqa ahvol. Buni ham rastashuvka deb qildirganlar. 7 yil oldin, lekin hech ham ketmagan. Bular 7 ta 8 ta joyda udaleniya qilganlar. Bugun birinchi marta menga keldilar. Endi men mana shu qoshni davolab sizlarga qaroy ko'rsatib boraman.